Bir kunda 200 mingta tuxum qo'yadigan gijjani eshitganmisizlar? Eshitmagansizlar. Lekin bu bor gijja. Bu asosan bizada uchraydi. Ya'ni bizani mintaqada uchraydigan gijja bu. Bu nima belgilab beradi deyapsizlarmi? Albatta, bu juda ham ko'p simptomatika beradigan gijja hisoblanadi. Bolani bo'ydan qolishi, og'izdan badbo'y hid kelishi, bola ozib ketadi, shirinligiga ruju qo'yishi boshlaydi. Lekin biz bunga e'tibor bermaymiz. Sababi gijja bu oddiy hol deb o'ylaydi. Yo'q, bir kunda 200 mingta qo'ygan gijja tuxumlari 2 kunda 400 mingta bo'ladi. Hattoki urg'ochisi 40 santimetrgacha bo'ladi. Erkagi-ku mayli 20 santimetr bo'ladi. Lekin ular juft-juft bo'lib yashaydi. Shunaqa amaliyotda bo'lgan bizda davolanish natijasida bir garshok tushgan gijja. Hammasi klubok bo'lib o'ralib qo'ygan, xuddi bir bolalarning ko'pto'giga o'xshaydigan holatlari bo'ldi. Lekin bolani ko'rsanglar qo'rqib ketasizlar. Kaxiksichniy bola, shunaqa ozib ketgan. Faqat shirinlik yeydi bola. Og'izdan hid keladi. Tomoq og'riyapti, tishi og'riyapti deb aytishadi uni. Bo'lmagan narsa. Bu gijja emas. Buni nomi askarida. Askaridoz. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Bizda juda ko'p uchraydi bu. O'shaning uchun mutaxassisga boringlar, mutaxassislarni davolasin. To'g'ri dori beringlar. Nut va Gelmin Kids. Bolalar uchun tabiiy, halol vosita. Allergiya chaqirmaydi. Shirin, ta'mli, muntazam ichish uchun mo'ljallangan. Farzandingizda ham shunday alomatlar kuzatilsa, hoziroq 1294 qisqa raqamga qo'ng'iroq qiling va ma'lumot oling.